Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi va viloyat prokuraturasi hamkorligida hududlarda tadbirkorlar bilan bevosita uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Bandixon tumanida tashkil etilgan ochiq va samimiy muloqot avvalda so'zga chiqqanlar soliq to'lovchilarning davlat budjetiga o'z vaqtida va to'liq tushishi uchun naqadar muhim ekanligini alohida ta'kidlashdi. Shuningdek, uchrashuvda soliqlar bo'yicha vujudga kelgan qarzdorlikni bartaraf etish zarurligiga e'tibor qaratildi. Muloqot davomida tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan muammolar o'rganildi. Kelib tushgan murojaatlarning aksariyati joyida hal etildi. Muddat talab etuvchi masalalar esa belgilangan tartibda nazoratga olindi. Surxondaryo viloyatining barcha tumanlarida prokuratura organlari va soliq xodimlari hamkorlikda viloyatimizning barcha tumanlarida tadbirkorlar bilan bevosita joyiga chiqib uchrashuvlar o'tkazib, ularni qiziqtirgan savollar, ularni soliq sohasida yuzaga kelayotgan muammolarni eshitib, muammoni yechimini topish mumkin bo'lgan masalalarni joyida masalasini yechib, agar boshqa idora va tashkilotlarga taalluqli bo'lgan muammolar bo'lsa, boshqa idoralar bilan hamkorlikda tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatish masalasini kelishib oldimizga vazifalarni belgilab oldik. Shu kabi uchrashuv Qiziriq tumanida ham bo'lib o'tdi. Unda ham viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i va viloyat prokurori tadbirkorlarning murojaatlarini birma-bir tingladi. Umuman aytganda, hech bir masala e'tibordan chetda qolmadi. Ma'lumot uchun Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi va viloyat prokuraturasi hamkorligida bunday uchrashuvlarni viloyatning barcha tumanlarida tashkil etish rejalashtirilgan. Muqaddas Panjiyeva, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dasturi uchun.